Assalomu alaykum, xayrli tong, hurmatli kuzatuvchilar. Kelin uyiga keldik, Sarpul mahallasida. Bu yerda 6 metr qizil yo'lak va 10 ta prezidentskiy stoyka qo'yamiz. Chiroyli qilib, lesensalarni taxladik, fotozonalar hammasi chiroyli bo'ldi. Bu gumbazimiz. Shu kuni ertalab soat 1:30-2 taxlab berdik kechasi. Taylarni ko'tarib qo'yganmiz, hamma narsa bu yerda mana chodirlar taxlab bo'libdi. Hammasi taxlab bo'lgandan keyin pastlarni tushirib, chiroyli taxlab beramiz. Gumbazimiz klientimizga yoqdi. Kimga shunaqa sahna bezak xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. To'y marosimlarimizni mana shunaqa chiroyli tarzda o'tkazib beramiz.